DNK tekshiruv natijasi. Unga ko'ra 10 yildan buyon boshini silab kelayotgan ota aslida farzandga begona ekan. Isbotlovning sababi. Ushbu kundalikning egasi hayotning har bir jarayonini mana shu daftarga yozardi. Hozir esa yo'q. Lekin nima uchun u o'z joniga qasd qilganini daftar yordamida bilish mumkin. Haligacha o'zimga kela olmayapman. Bu shprits sog'liq bilan bog'liq muolajalarga xizmat qiladi. Lekin birgina befarqlik sabab bir insonni nogironlik aravachasiga, ikkinchisini esa qamoqxona mahbusiga aylantirdi. Umringni qanoni chizdaman, chala savob. Bedarak yo'qolgan ayolni topishda yordam bergan yagona ashyo mana shu zirak bo'ldi. Uning juftini qutqaruvchilar mahalladagi quvurdan topishgan. Ushbu oshxona anjomi bilan esa mehmonga kelgan Ulfat do'stining qotiliga aylandi. Katta qarzi bor edi, tushunyapsizlarmi? Ne orzu-havaslarda kutilgan qizaloqning oyoq kiyimi qo'shni bo'ydoqning yotoqxonasidan topildi. U maktabga ketganicha qaytmadi. Hayratlanarlisi, ushbu vasiyatnomadagi tilxatda merosxo'rning ismi negadir gugurt yordamida kulga aylantirilgan. Yer otamdan qolgan, ammam xo'jayin emas. Bu esa qon. Uning tafsilotlari o'ta ayanchli va hayratlanarli. Hozir ochiqlay olmaymiz. Ammo yangi mavsumda bu kabi qaltis mavzular atroflicha o'rganiladi. Million pul sarflab, motivator va psixologlarning ixlosmandlari juda ham ko'paydi. Erkakni bog'lab olish va boshqa kelajak kodi, ma'shuqalik san'at, omadli nikoh. Ular polvon bo'lib polvon emas, psixolog bo'lib psixolog emas, bashoratchi bo'lib bashoratchi emas. Polvon bilan farqimiz, bizda aniq sertifikat bor, biz o'qiganmiz. Bitta savol, siz psixologsizda, hozir sizga oddiy savol bersam, asabiylashib ketyapsiz-da. Aslida shuncha odamga qarshi nima qilayman? Og'zimni ochib o'tiraymi? Sen o'zingni o'zing sevma, u xudbinlikka kiradi. Nimaga, nega degan savollar meni qiynab ketdi. Sizga savol, aytingchi, mana shu kitobni yozishdan maqsad o'zbek ayollarga ma'naviy yordam berishmidi yoki moddiy ish olishmidi? Nimaga meni sohamga o'tdingiz? O'sha sohada qolavermadingiz. Bu sohada pul bordir balki. Sizga nima bu? Hozir nima degan shaxsiy savol bermaysiz? Bu shaxsiy savol, bular coach-ku o'rgatadigan. Yo'q, bu shaxsiy savol. Avvallari jiddiy sabab bo'lsa ham psixologga murojaat qilishga uyaladigan odamlar o'rnini bugun million pul sarflab turli xil kurslar, retritlar, treninglar sotib oladigan motivator va psixologlarning ixlosmandlari juda ham ko'paydi. Pulga ochilish, 3 kun ichida yorni ipsiz bog'lash, ilohiy tozalanish bu kurs nomlari. Aslida bu kurslar va ularda berilayotgan bilimlar haqiqatdan ilmiy asosga egami? Xo'sh, bunday xizmatni ko'rsatayotgan shu soha mutaxassislarimi? Haqiqiy mutaxassis bilan shunchaki odamlarning soddaligidan foydalanib, ularni aldayotgan soxta psixologlarni qanday ajratish mumkin? Bugun anomal psixologiya haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Muhim mavzuni boshlashdan avval ekspertlarimiz va mustaqil fikr bildiruvchi mehmonlarimiz diqqatini monitorga qaratmoqchimiz. Marhamat. Ma'shuqalik san'at kursi 15-avgustdan start oladi. Bu kurs aynan o'zini sevgan va sevdirishni istagan bo'lajak qirolichalar uchun. Kelajak kodi, qabul uchun bugun oxirgi kun. 2024-yil siz uchun qanday keladi? Nimalarga tayyor turish kerak? Qanday harakatlanishingiz kerak? Bilishni xohlaysizmi? Sizlarga kelajak kodi darsini taqdim qilamiz. Dars narxi $5. Erkakni bog'lab olish va boshqarish 23-24 sentyabr. Omadli nikoh
3 kun ichida yigitingizni sovchi jo'natishga majburlamasdan majburlashni o'rganing. 3 kunlik master-klassda sizga munosib yigitlar hayotingizga kirib kelib, turmush qurishga taklif qilish sirlari, yigitingizni telbalarcha sevdirib, u bilan baxtli bo'lish sirlari, yigitingizni oldida yagona ayolga aylanish siri o'rgatiladi. Piyozni oling va unga tangani tiqib qo'ying. Suvga soling va gapiring. Piyoz o'sgani kabi mening daromadim o'sadi. Lyuboy yigitni ipsiz bog'lash sirlarini topildi. Yigitingizni oldida yagona ayolga aylanish siri. Agarda yigitingiz sizga e'tibor bermayotgan bo'lsa, uni xayolingizdan chiqara olmayotgan bo'lsangiz, uning xiyonatlaridan charchagan bo'lsangiz, unda bu darsimiz aynan siz uchun. Pul sizning ortingizdan ergashib yurish uchun tovoningizga pul belgisini chizib olishingiz mumkin. Eng yaxshi ishlaydigan dollar belgisi. Qizil lak bilan chizib olsangiz, ko'proq vaqt turadi. Ikkala oyoqqa ham chizing. Ayolligingni angla marafonini o'tkazib yubormang. Kaftingdagi kapalak qancha harakat qilsa ham erini ko'ngliga yo'l topa olmayotgan, qo'rquvlar bilan birga yashayotgan, hatto insonlar bilan gaplashishga qo'rqib, o'z fikrini yetkaza olmaydigan ayollarimizga yordam beradigan intensiv kurs. Kursda qatnashganlarning barchasini turmushga chiqishi kafolatlanadi. Xorijda ham tahsil olib kelgan psixologlar bor va ulardan yuqoridagi video bo'yicha avvalo munosabatlarni eshitmoqchimiz. Marhamat, bitta-bitta. Qalbshunoslik, ong osti bilan ishlash. Demak, ayollik energiyasini oshirish bu psixologiyaga yangi oqimmi yoki bo'lmasam bu yaqinda o'ylab topildimi yoki qayerdadir isbotlandimi? Mana shunday demak kurslarni psixologlarimiz mana shunday nomlashi qay darajada to'g'ri yoki noto'g'ri? Marhamat. Bu valna deymiz, bu to'lqin bizaga chet eldan kirib keldi. Bundan 10-15 yil oldin xuddi mana shu to'lqin Amerikada, undan keyin boshqa davlatlarda va yaqin kelajakda Rossiyada ham bo'lib o'tdi va bu to'lqin bizga kirib keldi. Bu to'lqin qaysidir ma'noda o'ksigan, bir yo'lini topa olmagan, aniq yo'l yo'riqni bilmaganlarga osongina ozuqa bo'ldi. 3 kunda, 5 kunda bundoq bo'lib ketasan. Точно uyingga sovchi keladi. Siltab tortasan, tortib olish qonuni bor. Va hokazo, va hokazo. Meni eng achinganim Allohni o'rtaga qo'shib olishadi. Allohni. Ya'ni psixologiya bu fan, bu tafakkur fani. Bunda analiz, sintez, insonni baholash kabi insonning xususiyatlari o'rganiladi. Har bir insonga sen mana bunaqasan deb kim yoqtiradi? Seni miying yaxshi ishlamasa ekan, oldindan ko'rib bir olish, unaqa fikrlash tiziming ishlamasa ekan, birovga yoqadimi? Yo'q, yoqmaydi. Uni o'rniga mana bunday qilasan degan mashq. Bu noto'g'ri. Tushunarli. Demak, studiyamizda psixologiya bo'yicha oliy ta'lim dargohlarida dars beradigan, demak, ko'p yillik tajribali ustozlar bor va ulardan so'ramoqchimiz. Psixologlar ochig'ini aytaman, mana shu dasturda bir necha yildan beri boshlovchilik qilayotgan oddiy bir boshlovchi sifatida psixologlar bir-birini u darajada xushlamasligini bilamiz. Birini ikkinchisidan metodi haqida so'rasangiz hech qachon ijobiy javob eshita olmaysiz ko'p hollarda. Balki bular to'g'ridir. Sizlardan eshitmoqchimiz. Balki so'nggi yillar, demak, ta'lim dargohlarida o'rgatilayotgan darslar mana shu metod asosida o'rgatilayotgandir. O'zi aslida kimni eshitishimiz kerak? Marhamat. Psixologiya fanlari nomzodi dotsent Tursunov Abdulla Sayfullayevichman. Nizomiy nomidagi Pedagogika universitetining psixologiya kafedrasida faoliyat ko'rsataman. Darhaqiqat mana keyingi paytda shunday odamlar paydo bo'ldiki, bular polvon bo'lib polvon emas, psixolog bo'lib psixolog emas, bashoratchi bo'lib bashoratchi emas. Ayni mana siz hozir aytayotgan mana shu soxta psixologlar deymizmi yoki ko'cha psixologlar deymizmi? Bular bizga nom qo'yib olishgan klassik psixologlar deb. Mana kuni kecha men televideniyada narsani ko'rib hayron qoldim. Sochim sal ozgina o'zgarib oqardi yana ozgina. Men aytmoqchiganim ko'ring narsa nima bo'ldi? Bitta psixolog chiqib oldida, o'tirib olib, oyda tug'ilgan, yanvar oyida tug'ilgan, mana bunaqa bo'ladi, fevral oyida tug'ilgan, mana bunaqa bo'ladi, dekabrda tug'ilgan, mana bunaqa bo'ladi deb oyma-oy gapirib beryapti. Uni Tushunarli. Yana bir savol. Numerologiya va qolaversa munajjimlar bashoratini psixologiyaga umuman aloqasi yo'q. Psixologiyaga aloqasi yo'q. Katta rahmat. Uzr, men qarshilik bildiraman. Numerologiya chambarchas bog'langan.
ustozjon, ming hurmatim katta, lekin numerologiya bilan psixologiya bog'liq. To'g'ri. Numerologiya bog'liq. Psixologiya bog'liq. Fenomenal psixologiyami yoki intellektga? Yo'q, amaliy psixologiya. Oldimizga kelgan mijozni, xarakterini hech bo'lmasa ozgina aniqlash uchun men numerologiyani foydalanaman. Va ko'pincha to'g'ri chiqadi. Orqali agar odamlarni orqali inson ruhiyatiga ta'sir qiladigan bo'lsa, yo'q, ta'sir haqida gap ketmayapti. Xarakterni aniqlashga yordam beradigan fan numerologiya. Ta'sir haqida gap ketmayapti bu yerda. Biz mana shu yerda o'tirib, men yoki siz mana shu inson haqiqiy psixolog bayrog'i bor yoki bu psixolog emas demaymiz. Hattoki shu yerda o'tirganlarni ham, bugun studiyaga kiradiganlarni ham belgilab beradigan insonlar biz emasmiz. Menimcha bu bo'yicha mutaxassislar bor. Mana men hozir bilganim murabbiy va qolganlar bo'yicha, demak, ularni darajasini oshirish yoki qo'pol qilib aytganda mijozini ko'paytirish uchun biz vakolatni, kafillikni olmaganmiz. Shuning uchun demak, fikr bildirayotganda biroz o'ylab munosabat bildirsangiz demoqchiman. Hozir yana bir videoga e'tiboringizni qaratmoqchiman, undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat. Nargiza Erkaboyeva, psixolog, filolog, ong osti masteri, magnit ayol, pullar haqida sirlar yoxud pul topish texnikalari kitobi muallifi, Muhayyo Karimova, samoviy yuksalish yo'li psixologiya markazi asoschisi, erkakni bog'lab olish va boshqarish, kvant diagnostika, 5D kelajak ongida uyg'onish kursi. Ongingizni 180 gradusga o'zgartiring va hashamatli hayotni yarating. Ongni boylik chastotasiga sozlash kurs va treninglari mualliflari. Videoda gap ketgan noan'anaviy psixologiya va yangicha ta'limot bo'yicha qahramonlarimizning o'zlaridan eshitamiz, marhamat. Men sizlarga hozir aynan bizni qiynayotgan qandli diabet kasalligiga yordam beradigan mahsulot bor. Biz shundoq ichishimiz bilan o'zimizni yaxshi his qilamiz. Shu mahsulot haqida gaplashamiz. Effect Herbals mahsuloti qand miqdorining bir me'yorga kelishiga yordam beradi va sahr kasalligi natijasida kelib chiqadigan yondosh kasalliklarni oldini oladi. Effect Herbals mahsuloti qon bosimining bir me'yorda bo'lishiga yordam beradi. Buning natijasida qo'l oyoqdagi uvishlar va bo'g'indagi og'riqlar kamayadi. Boshdagi og'riqlar va bosh aylanishi, quloqdagi shovqinlar, ko'z xiralashini oldini oladi va tiniqib uxlashga yordam beradi. Eng keraklisi xotirani yaxshilaydi. Tez-tez peshobga chiqish va peshob holatlarini saqlay olmaydigan paytda ham yordam beradi. Eng keraklisi immunitetni ko'taradi va holsizlikni, charchoqlikni, ko'ngil aynishlarni ham oldini oladi. Bu mahsulotda 60 dona kapsula va 60 dona marmelad bor. Effect Herbals mahsulotiga hoziroq buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. 55 kodi bilan 520 0909. Effect Herbals. Salomatligingiz uchun qayg'uramiz. Bu yerda magnit ayol 1, magnit ayoldan tashqari pullar haqida sirlar, ya'ni pul topish texnikalari buni ko'rib chiqsam bo'ladi. Albatta bo'ladi. Xo'p, savol, qayerda tahsil olgansiz? Psixologiya bo'yicha qayerda o'qigansiz? Va demak necha yildan beri faoliyat yuritasiz? Savollaringizga javob berib o'tamiz. Marhamat, eshitamiz. 14 yildan beri filologiya sohasida 15 dan ortiq kitoblar muallifiman. Adabiyotshunos, navoiyshunos, filologiya fanlari nomzodiman. Suyma G'aniyevani shogirdlariman. Mani kitoblarimni abituriyentlar 2009-yildan beri o'quv qo'llanmalari sifatida o'rganib kelishadi. O'zbek tilida ma'ruzalar to'plami, adabiyotdan savol-javoblar to'plami va hokazo va hokazo. Hattoki mana Quvnoq matematika degan kitobimiz yaqinda Amerikada nashrdan chiqyapti. ingliz tilida biz yaqinda bitta nashriyot bilan shartnoma tuzdik. Uni butun Amerika ota-onalari sotib olishyapti. Ular o'zlari sotib olishar ekan va tarqatishar ekan. Endi bilasiz, men navoiyshunosman. Navoiyshunos oliyman. Demakki, aynan bizani
Navoiy hazratlari, filologiya fanlari nomzodiman. Aynan Navoiy hazratlarini men eng kuchli psixolog deb ayta olaman. Xo'p, endi bundan tashqari psixologiya yo'nalishida Nizomiy davlat universitetini qayta tayyorlov kursini bitirganman. Demak, oliy ma'lumotli psixolog, ta'lim yo'nalishi psixologi hamda oila psixologi diplomim bor. Tushunarli, sizchi? Ha, men ham hozirda ICFT institutining 2-kurs talabasiman. Va hozirgi kunda Nargiz Erkaboyeva bilan birgalikda mana shu yo'nalishni yanada rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shib bormoqdamiz. Va minglab insonlarning hayotini o'zgarishga qaysidir ma'noda o'z hissamizni qo'shishga harakat qilib kelamiz. Tushunarli. Endi mana shu yerda men aytib o'tmoqchiman, hech qaysi zamonda bunchalik psixologlarga talab bo'lmagan. Albatta. Chunki oldingi paytda insonlar faqat yashash uchun kurashgan. Masalan, o'zimiz ota-onalarimiz ham faqat farzandlarni boqish uchun, tirikchilik uchun ertalabdan kechgacha ishlagan. Hozir odamlar kurashmaydi. Hozir odamlar shunchalik to'qki, endi ularda o'zi bilan ishlashga sharoit topilyapti. Men turmush o'rtog'imni sevamanmi o'zi, men o'zi kimman, nimaga dunyoga keldim, nima uchun yashayapman degan savollar paydo bo'lyapti. Shuning uchun ham ular psixologlarga juda ham ehtiyoj sezyapti. Bu ehtiyojni oliy o'quv yurtlari to'ldira olmayapti hozir. Tushunarli. Sizni mijozlaringiz millionlab ayollar, siz aytgandek. Yo'q, mijozlarimiz deb ayta olmayman. Kimlar? Tinglovchilaringiz. Bizani kitobimizni o'qigan insonlar. O'quvchilaringiz. O'quvchilarimiz, katta auditoriya deb ayta olaman. O'quvchilaringiz. Hozir to'xtab turinglar, men sizlarga vaqt beraman, siz savol bering. Biz sizlarni eshitamiz, bizni ham eshitinglar ozgina. O'quvchilaringiz hayotida qanday o'zgarishlar bo'lgan? Mana shu sizlarning. Endi bilasizmi, eng qiziqarlisi men ayollar emas, erkaklardan olgan otsiflarim men uchun juda ham hurmat qilaman ularni. Bir kuni Alisher Navoiy teatriga kirdik. Bitta ko'rsatuvda teatr sahnasidan eshitib chiqayotganimizda men orqamdan Nargiz Erkaboyeva sizmi deb yugurib kelishdi. Rosa ko'p ayollar, bitta erkak. Kelib o'sha aytayapti. Opa, sizga rahmat. Yaxshi ham magnit ayolni yozibsiz. Meni ayolim ayol bo'lishni o'rgandi. Men ayolimni o'zgarganini ko'rib sizni hurmat qildim. Shu ayol agar ko'rsam, qo'lini siqib qo'yib aytib qo'yaman rahmatimni, alohida minnatdorchiligimni deb aytgan. Bu bizning Instagram kanalimizda bor. Qo'yganmiz, xohlasanglar ko'rishinglar mumkin. Bundan tashqari bilasizmi, magnit ayollikni ko'rsatib, hayo. Mana bu magnit ayol kitobimiz, 2 kitobimiz. O'zbekistondagi eng zo'r dizayner dizayn qilgan buni. Bilasizmi, u juda ham ko'p kitoblar dizayn qiladi, hech kimligini o'qimaydi-da. Men so'radim atayin, kitobni bir qarab chiqdingizmi yo'qmi desam, opa, kitob juda ham qiziq. Siz bu kitob orqali millionlab o'zbek erkaklarini rahmatiga sazovor bo'lasiz. Bu kitobni vazifasi nima? Ayollar, demak, o'ziga, atrofdagi yigitlarni. Yo'q, yigitlarni emas, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Qarang. Bu yerda bu kitobni o'qigan ayol birinchi o'rinda erkagi bilan, ya'ni o'zini turmush o'rtog'i bilan qanday munosabat o'rnatishni o'rganadi. Siz o'ylaysizki, ayollarimiz, bizning ayollarimiz ko'cha ayollari emas. Katta farzandingiz Milliy telekanalda hozir yangi Sevimlida ham ishlagan, Milliy TVda oldin Zarb tok-showsida ishlagan. U endi hali juda ham mashhur emas. Xolida Abdusattorova qizimiz ismlari. Sizchi, ortiqcha gap so'zlar bo'lmasin uchun oilalimisiz? Men hali 2-kurs talabiman, boya aytib o'tganimdek. Va xos o'z yo'nalishimda mukammal o'rganib boryapman va albatta institut bitirguncha yoki bitirgandan keyin o'zingizda turmush qurish xohishlari bor albatta. Tushunarli, gap bo'lishi mumkin emas. Demak, magnitni his qilasizmi o'zingizda ham? Endi qarang-da, magnit ayol degani bu sochlari chiroyli ayol emas, yoki magnit ayol degani bu chiroyli kiyingan ayol emas. Magnit ayol degani bu ichki ayollik energiyasi, ichki ayol erkagini qiziqtiradigan ayol. Bilasizmi? Hozir ayollarga kerak bu narsa. Chunki hozir erkaklarimiz ichida haligi boshqa ayollarga qarash ko'payib ketdi. Oldin unaqa emas edi. Tushunarli, ikki og'iz pullarga ochilish haqida ham gap. Albatta, bu mavzuga ham o'tamiz. Pullar ekspertlarimiz tanishmoqchi kitoblar bilan. Mayli, tanishsin. Pullarga ochilish. Endi aytib o'tishimiz kerak, Magnit ayol kitobimiz orqasida 18 plus turibdi.
Bu degani bu faqat oilali ayollarga tegishli degani. Nechta tirajda chiqqan? Bu tirajimiz bittasi menimcha 5000 tirajda chiqqan. Endi eng qizig'ichi Amirxon, nimani aytayman? Bundan ozgina xafayanman. Bizning kitobimizni chiqishi bilan skaner qilib elektronik qaysi kanalda ko'rsangiz magnit ayol bor. Shuning uchun men ayta olaman, hozir kamida 1 million deya olmayman. 10 million, balkim 50 milliondan ortiq ayollar o'qib bo'ldi buni. Bir-biriga uzatib, tushunyapsizmi? Men u kitobni chiqib O'zbekiston aholisi 50 million emas-ku. Kechirasiz. Yo'q, endi bu olganda bo'ladimi kitob narxini? Kitob narxi 55 Qarang, sotuvchilar shug'ullanishadi. Turmush o'rtog'im shu ikkinchi yerda. kurs talabasiman dedingiz, to'g'rimi? Agar sir bo'lmasa, necha yoshsiz? Yoshimiz sizga ahamiyati bor. Bor, chunki siz magnit ayol, mayli, unda sir bo'la qolsin, turmushga chiqish xohishlari bor dedi. Nega hali ham magnit bo'lib tortib olaman deysiz? Sizga nima bu? Men hozir nima degan shaxsiy savol bermangsiz. Bu shaxsiy savol, bular coach-ku o'rgatadigan. Yo'q, bu shaxsiy savol. Men hozir aytib o'tyapman. Institutda nimaga hozir sizga murojaat qiladigan odam siz birinchi o'zingizdan boshlashingiz kerak emasmi davolanish? Amirxon, mana Amirxon hozimanda aytdilar-da, men hozir bir minut kechirasizlar, hozir juda ham bitta gap gapirdingiz-da, opa, siz o'zingiz olim ekansiz-da. Zo'r hurmat qildik ilmingizni, lekin siz aytyapsiz, oldin odamlar faqat yeyish g'amida edi deyapsiz. Siz o'rganayotgan o'sha xamsa ham oldin yozilgan. Shoh asarlar ham o'sha tarixda yozilgan. Kechirasiz-ku, oldin bizdagilar ayollar rahmat etishni bilmaydi. Siz oilangizda bo'lmagandir, lekin bizning oilamizda onamlardan tortib hamma xo'p, nimaga siz hammadan kelib chiqib gapiryapsiz? To'xtab turing, bitta savolda, bitta savol. Sizlar psixologsizlar. Bitta savol, siz psixologsizda. Hozir sizga oddiy savol bersam, asabiylashib ketyapsiz-da. Psixolog bundoq muloyim, odamga tushuntiradigan bo'lmaysiz. Sizga nima deb tashyapsiz? Eshitding gapi, psixolog degani bu har doim emotsiyasini yopadigan inson emas. Birinchidan. Ikkinchidan, savol noto'g'ri bo'lsa, o'sha savolga xuddi shunday javob beriladi. Uchinchidan, biz har doim psixolog sifatida ona obrazidamiz. Bizani insonlar ko'rganda birinchi o'rinda ona sifatida ko'radi. Demak, biz oddiy asarim, shakarim desak, odamlarga ta'sir qilmaydi, oddiy xalq. Bu yerda hamkasblari bor, psixologlarimizni sizlarni eshitmoqchimiz. Demak, emotsiyalarni psixolog yashirishga majburmi o'zi va bugungi fikr munosabatlari bo'yicha bularni qo'llab-quvvatlaysizlar. Marhamat. Eshitib o'tirman, bularni mayli. Niyatlari ezgulik, yomonlik emas. Albatta, juda to'g'ri. Endi men o'zim ikkita mutaxassisligim bor, ham psixologman, ham faylasufman. Ilmiy ishim ayollarni jamiyatdagi o'rni. Bu fan nomzodaligi. Doktorskiy ishim ayollarni jamiyatdagi ijtimoiy, siyosiy faolligi. Hozir professorman. Ayollar bilan shug'ullanaman. Hozir bularni o'qib, kitoblariga qaradim, o'qidim, nimalarini ham ko'rdim. Ayollar nimaga magnit bo'lish kerak? Nimaga ayollarning o'zi oiladagi mashaqqati kammi? Yana ayol mana shu narsalarni o'rganish kerakmi? Hali bir psixolog aytuvdilar, o'zingni sev. O'zingni sevib qancha oila ajrab ketdi. O'zini sevish degan narsani tushunmayman. U xudbinlik bo'lsa kerak. Seni birov sevsin, seni birov yaxshi ko'rsin, oilang yaxshi ko'rsin, turmush o'rtog'ing yaxshi ko'rsin, qadrdonlaring yaxshi. Sen o'zingni o'zing sevma. U xudbinlikka kiradi. Shuning uchun hozir nimaga ayollar to'g'risida gapirasiz? Nimaga erkaklarni ham, masalan, ayollarga bo'lgan munosabatlari, ayollarga bo'lgan hurmat, ehtiromi, ayollarga yordami haqidagi birorta bir mavzuyingiz yo'q? Yaxshi, rahmat. Mana shu yerda muhayyoman javob beraman savollariga. Bilasizmi, erkak oilaning iqtisodiga javob beradi. Ya'ni oilani u moddiy tomondan ta'minlaydi. Ayol esa oilani ruhiyatiga javob beradi. Demak, oilani o'zgartirishni aynan ayoldan boshlash kerak, erkakdan emas. Shuning uchun biz ayollar bilan ishlaymiz. Sababi ayol birinchi o'rinda ona. U aynan kelajakni tarbiyalaydi. Bilamiz, masalan, 9 oy 9 kun bolani qonida olib yuradi ona. Undan tashqari bola bilan birga yuradi, tegini almashtiradi. Eng farzandga yaqin inson bu ona. Demak, onani o'zgartirish orqali minglab oilalar o'zgartiriladi. Erkaklarni o'zgartirishni emas, biz aynan ayollarni o'zgartirishdan boshlashimiz kerak. Shuning uchun ham biz aynan ayollar bilan ishlaymiz. Katta rahmat. Mana shu yerda demak psixologiya fanlari bo'yicha demak ustozimiz
rahmatlarimiz. Sizni fikringizga rad javobini bergandek harakat qildilar. Marhamat. Effect Herbals organik mahsulotining asosiy vazifasi qondagi qand miqdorini bir me'yorda saqlashda yordam berish va sahr natijasida yuzaga keladigan yondosh kasalliklarning oldini olishdir. Qandli diabet bu oshqozon osti bezi faoliyatining buzilishi va insulin gormonining yetishmovchiligi natijasida qonda qand miqdorining oshib ketishi hisoblanadi. Effect Herbals organik mahsuloti tarkibidagi topinambur o'simligi oshqozon osti bezi faoliyatini yaxshilab, insulin gormoni ishlab chiqarilishini bir me'yorga keltirib beradi. Buning natijasida qon tarkibidagi glyukoza darajasi normallashadi va gemoglobin miqdori oshadi. Qondagi qand miqdorining pasayishi hisobiga mahsulotimiz tarkibidagi ginko biloba o'simligi quyilib qolgan qonni suyultiradi va qon aylanishi yaxshilanadi. Buning natijasida qo'l va oyoqlardagi uvishish va muzlashlar hamda bo'g'imlardagi og'riqlar kamayadi. Ushbu mahsulot qon bosimining bir me'yorda bo'lishini ta'minlab beradi. Boshdagi og'riqlar va bosh aylanishini, quloqdagi shovqinlar, ko'z oldi xiralashishining oldini oladi. Uyquni yaxshilab, tiniqib uxlashingizni ta'minlab beradi. Effect Herbals mahsuloti shuningdek xotirani mustahkamlaydi. Buyrak siydik yo'llaridagi shamollashlarning oldini oladi. Immunitetni ko'tarib, kun davomida holsizlik va charchoq holatlarini kamaytirishga ko'makchi bo'ladi va tetik yurishingizga yordam beradi. Mahsulot ichida ikkita quti bor. Birinchisida 60 ta kapsula, ikkinchisida esa 60 ta marmelat bo'ladi. Mahsulotni yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Muolaja davomida esa mutaxassislar har 4-5 kun ichida sizning salomatligingizdan xabar olib turishadi. Qandli diabet uchun Effect Herbals ikkita biologik mahsulotdan iborat. Marmelat va kapsulalar. Har bir to'plamda marmelat 60 dona, kapsulalar 60 dona. Qabul qilish tartibi: 2 dona marmelat ertalab nonushtadan keyin, 2 dona kapsula esa kechki ovqatdan keyin qabul qilinadi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 55 kod bilan 520 0909. Shu kitobni yozibsiz, mehnat qilibsiz, juda yaxshi. Ilmiy asosini qidirib ko'rishingiz kerak edi-da. Keyin sizgacha yozilgan kitoblarni bir analiz qilishingiz kerak edi. Ya'ni men sizga ko'rmasdan turib aytaman, sizga kitobingizni ko'rmasdan turib aytaman. Aytingchi, mana shu yozgan kitobingiz O'zbekistonning hamma mentalitetiga, ayollarga mos keladimi? Albatta, 100% mos keladi. Namanganda mentalitet boshqa, Surxondaryoda boshqa, Toshkentda boshqa. Endi sizni mana shu yozgan kitobingiz ana shu yerdagi mentalitetlarni, intellektual xususiyatlarni hisobga olganmi? Albatta, hammasi hisobga olingan. Nega bilasiz? Bilasizmi nimaga? Sababi bekorga hozir bu kishi sizga gapirmadilar. Men shu ham faylasuf jihatdan, ham psixologik jihatdan analiz qilyapman deb. Bekorga aytmadilar. Sababki bitta ko'rganda bu odam shunaqa ilmliligini boshqasidan aniqlab beradi. Mana sizga savolim. Aytingchi, mana shu kitobni yozishdan maqsad o'zbek ayollarga ma'naviy yordam berishmidi yoki moddiy ishlab olishmidi? Asosiy maqsad ma'naviy yordam berish. Shuning uchun hozir aytyapman. Kitob o'zi 5000 nusxada chiqqani bilan men hali 5000 ta sotib bo'lganim yo'q, lekin butun internet tarmoqlarini ko'rsangiz, hatto YouTube'da ham Magnit ayolni kimlardir o'qib tarqatishyapti. Tushunyapsizmi? Demak, bu yerda agar moddiy narsa yotgan deydi, men faqat sotib yurgan bo'lardim. Ruxsat bersangiz, menda bitta fikr bor. Можно? Agar moddiy manfaat yotmaganida, men boya oddiy bergan savolimga bunaqa reaksiya qilmasdingiz. Men bilaman, bunaqa psixologlarning intervyularini ko'rganman. Lena Blinovska bitta mana shunaqa reaksiyasi bilan hamma почти klientini yo'qotib qo'ydi. Siz ham hozir asabiylashib ketdingiz. Oddiy savolda. Demak, bu yerda moddiy manfaat ham bor 100%. Savolingizga yarasha javob beraman. Mana shu yerda Amirxon aytib o'tmoqchiman. Haqiqat mavjud emas. Har bir inson ishongan narsa haqiqat. Hozir siz o'zingiz haqiqatingizdan chiqib gapiryapsiz, men o'zimni haqiqatimdan gapiryapman. Demak, inson har doim har qanday insonga munosabatni o'z haqiqatidan kelib chiqib gapiradi. 15 ta kitob yozgan bo'lsangiz, opa, men 40 ta kitob yozganman. Psixiatr, men psixiatrman. Psixiatr, psixoterapevt, psixologman. Ikkita institutga ketganman. Chet ellarda kvalifikatsiyadan o'tib kelgan olima ayolman. No, siz mana shu yerda juda yaxshi gaplarni gapiryapsiz.
juda ham toningiz negadir baland, nimagadir hammani dushman ko'ryapti. Men sizga dushman emasman. Men sizga dushman ko'rmayapman. Siz ichingizda meni shunaqa ko'ryapsiz. Men sizga savol bermoqchiman. O'sha 40 tadan ortiq kitobingizni necha mingta odam o'qigan? Menga sovg'a qilganlar yoki просто qolib ketganmi u kitob chiqildi. Hozir o'sha kitobni men o'qib chiqqanman. Nega hech kim o'qimagan kitob aytyapsiz? Nargiz opa. Bilasizmi, hozir Nargiz opa, to'xtab Men turing. sizga yaxshi gap gapirmoqchiman. Nimaga oxirigacha eshitmayapsiz? Nargiz o'zingiz eshitishni xohlamayapsiz-ku. Hozir Nargiz opa, hozir men bu yerda suhbatni hozir eshitib turibman-da, xuddi bir biznes talashayotganga o'xshab tuyulyapsizlar-da menga. Lekin asosiy maqsad siz shu ishingiz bilan, mana shu kitobingiz bilan, boshqa qilayotgan ishlaringiz bilan nechta ajrim yoqasida saqlab qoldingiz, nechta ajrimni hayotini joyiga 500 dan ortiq insonnikini uni saqlab qoldim. asoslar bor, asoslar bera olasiz. Albatta asoslar bor. Bu mana shu haqida gapiring. Nechta oilani saqlab qoldingiz? Maqsadimiz shu-ku. Men klientura haqida gapirib o'taman. 1000 dan ortiq mijoz bilan ish olib borganmiz. Juda ham ko'p men oliy ta'limda ishlaydigan olimlarni taniyman. Sizlarga hurmatim baland, lekin bitta ham mijoz bilan ishlamasdan turib, ular studentlarga dars beradi. Bitta mijoz bilan hayotida ishlamaganda ular. Amaliyot yo'q. Amaliyot yo'q-da. Qani amaliyot? Oldin amaliyot qilinglar, ko'rsatinglar. Nargizaxon amaliyotga ataka bo'lyapti. Gapiring, Nargizaxon amaliyot haqida ketyapti hozir bu yerda. Hop, eshitamiz. Nargizaxon, bitta og'iz gapiring. Nargizaxon, siz yozgan kitobingiz Magnit ayol, lekin o'zingiz magnitni tortmayapsiz bizlarni. Menga farqi yo'q. Eshitib. Yo'q, kechirasizlar, yo'q opajon. Menga farqi yo'q. Opajon, gap magnit ayol, men boshqalarga emas, aynan turmush o'rtog'imga magnit ekanligimni aytib o'taman xolos. Nargiz opa, men siz tarafdaman. Siz ana himoyani eng zo'r turi hujumga o'tib ketyapsiz. Albatta. Opajon, iltimos, bizda ham atakaga hujum bilan javob. Aslida shuncha odamga qarshi nima qilayman? Og'zimni ochib o'tiraymi? Psixologlar sizni qaysidir ma'noda himoyangiz uchun sizni demak bizga qanaqa himoya kerak Amirxon qiz? Yo'q, agarda bu yoq tomondan sizga ortish. Yo'q, menga nimaga himoya kerak? Yo'q, siz meni tushunmayapsiz. Agar bu yoq tomondan sizga qaysidir gaplar toshdek bo'lsa, sizni hamkasblaringiz himoya qilishga tayyor. Yo'q, bizga hech qanaqa himoya kerak emas. Amirxon, tushunarli. sizni hurmat qilamiz. Hozir biza savolga yarasha javob berdik. Xo'p, katta rahmat. Men sizlarni eshitmoqchi emasman. Hozir demak studiyamizga demak psixologning shogirdi demak chiqishga tayyor ekanligini aytayapti, chunki ustozim haqida men bemalol demak to'laqonli fikr ayta olaman deyapti. Studiyamizga Shahnoza Sherbo'tayevani taklif qilamiz. Demak studiyamizda haqiqatni aytmoqchi, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Shahnoza Sherbo'tayeva. Oliy toifali filologman, ingliz tili. Ziyolilar oilasida dunyoga keldim. Nargiz Erkaboyevaning shogirdlarisiz. Shogirdiman. Aha. Biz institutda o'qidik va har xil joyda ilm olishga, har bir inson borki, har bir joyda ilm olishga u muhtoj. Ya'ni bizning qadriyatlarimizda har bir joyda beshikdan to qabrgacha ilm ol deyilgan. Maktabda, institutda qizil diplom bilan bitirdim. Eng yaxshi qiz degan unvonni oldim. Lekin ba'zi bir joylarda shunchalik o'qishimga qaramay past balandliklar bo'ldi hayotda. O'sha past balandliklar bo'lgan joyda aynan mana shu amaliy psixologiya orqali o'sha past balandliklardan chiqib keta oldim. Aynan ustozimning yordamida. Ya'ni 5 yildan beri o'z ustimda izlanishdaman. Ya'ni nimaga, nega degan savollar meni qiynab keldi. Hamma savollaringizga ustozingiz javob berdi. Hamma ustozimga javob bera oldi. Nafaqat savollarimga, har bir muammomni yechimigacha. Qayerdan kelgan muammo, kim tomonidan kelgan, bu savollaringizga javobni demak oliy ta'lim dargohida ustozlar javob bera olishmagan. Yo'q. Qaysi muammodan kelib chiqqan, qaysi voqea hodisadan, qaysi o'y fikring orqali tortib olgansan deb har birini ko'rib chiqdi. Ham shogirdlari, ham mijozlariman. Doimiy kurslarini har doim birda o'qib boraman. Har biri foyda keltirgan, har biri. Ustozingizga bildirilayotgan fikrlarga sizning munosabatingiz qanaqa? Ustozim haqlar.
men fikr bildirmoqchi edimda, hozir qarab eshitib o'tiraman, hammanglar ya'ni bularga qarshi fikr bildiryapsizlar-da. Lekin hozirgi kunda kitob o'qish hammani ham qo'lidan kelmayapti-da. Shunga qaramay, lekin insonlarda talab bo'layotgan ekanki, shuni xarid qilishyapti. Balkim bular ham bekorga shu kitobni yozmagandirlar. Misol uchun hozir faqat negativ fikr bildiryapsizlar-da qarshi. Bu ham bular ham kimnidir bo'ynidan bo'g'izlab, ya'ni sotuv qilmayotgandirlar. Amirxon o'zi mana shu 2 oyda ichida bir 10 ga yaqin psixologik kitoblar o'qidim. O'sha rossiyskiy adabiyotlardan tortib turk o'sha yozuvchilarigacha-da. Men hozir opaga aytmoqchi edim, mana babi olim ekanlar. Olima degani 1-2 kun emas, ular mana Navoiyshunos ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Lekin hozir sizning fikringizga qarshi fikr etdim. Oldin ham taraqqiyot bo'lgan, oldin ham odamlar faqat qorin g'amida yashamagan, oldin ham liderlar bo'lgan, kashfiyotlar bo'lgan deb aytdim. Siz nima deb o'ylaysiz? Olima sifatida o'sha paytda nimaga psixologiyaga ehtiyoj bo'lmagan, lekin o'sha paytda magnit ayollar bo'lgan, Amir Temur orqasida ham qanaqa magnit ayollar turgan, buni siz juda yaxshi bilasiz. Endi bilasizmi, oldin psixologiya degan fanni o'zi bo'lmagan. Bilamiz, bo'lgan. Biza oldin qadimgi Rimda birinchi filosofiya degan fan bo'lgan. Filosofiyani ichiga hamma fanlar kirib ketgan. Matematika ham, geometriya ham, fizika ham, psixologiya ham, filologiya ham, hamma narsa kirib ketgan. Shuning uchun olimlar qomusiy olimlar hisoblangan. Chunki hamma fanlarning asosi aslida bitta. Hamma fanlar negizi aslida bitta. Shuning uchun ham o'sha davrda bu alohida yo'nalish bo'lmagan. Lekin aynan o'sha davr yozuvchilari psixologik jihatdan juda ham kuchli asarlar yozishgan. Eslab qolamiz. U yerda masalan psixologiya yo'q, lekin psixologik zo'r asarlar yozilyapti. Shuni sababini so'ramoqchiman. Sababi u yerda psixologiya degan yo'nalish masalan Alisher Navoiy davrida bo'lmagan. Adabiyotshunoslik, san'atshunoslik bo'lgan xolos. Mana hozir xulosa qilib oling, men nima deb aytmoqchiman? Psixologiya siz ham kashfiyotlar, taraqqiyotlar, baxtli oilalar, magnit ayollar bo'la olar ekan degan gapni masga etmoqchi. Endi qarang, bitta narsani aytib o'tishim mumkin. Albatta, psixologiyasiz bo'la oladi degan gap noto'g'ri. Sababi hozirgi kunda ayollar, umuman insonlar bezmaska bo'lib qolgan. Masalan, kim kelsa, birinchi o'rinda farzandidan shikoyat qiladi. Farzandim gapimga quloq solmayapti deydi. Yoki maktab o'qituvchisi aytadi, o'quvchilarim gapimga quloq solmayapti deyapti. Demak, hozirgi kunda aynan hozirgi kunda psixologiya insonlarga juda ham kerak. Savolim borda. Men juda ham sizni hurmat qilyapman-da. Siz Alisher Navoiyni bilarkadigan inson ekansiz-da. Xo'p. Masalan, nimaga meni sohamga o'tdingiz? O'sha sohada qolavermadingiz. Bu sohada pul bordir balkim yoki boshqa narsa bordir. Qiziq ekansiz, savollaringizni pul talashyapmizmi biz? Men Navoiyni tashlab ketdim deganim yo'q. Bu bilan men hozir ham filologiya sohasida kitoblar chiqarib turaman. Mana yaqinda 2 kitobimiz nashrdan chiqdi. Bu degani siz hamma narsani tashlab ikkinchi narsaga o'tib ketdi degani emas va inson xohlasa, xohlagan faoliyat hozir hammani eshityapman, lekin hammasi qarshilik fikr bildiryapti. Xuddi go'yoki bular kitobda kimnidir eriga ma'shuqa bo'lish haqida yozganda sizlar negativ fikr bildiryapsizlar. Hozirgi kunda ajrimlar ko'p, lekin shuni saqlab qolish uchun kitob yozsa buni nima yomon jihati bor? Nimaga hozir siz shunaqa deb yonlarini olamiz-ku? Biz hali hech qanaqa xulosa chiqazmadik bularning kitobi haqida. Hozir shuncha xulosalar hammasi qarshilik. Xulosalaringiz foydasi yo'q. Hozirgi zamonda psixologlarimiz aytsin, psevdo psixologlar ko'payib ketdi. Biz shunchaki farqini bilmoqchimiz. Men bitta savol bermoqchiman. Manfaat olyapti-ku, foydasi deyapti-ku shu kitob orqali. Agar kitob narxi 500 ming bo'lganda men buni biznes deb tushunardim. Hozir 50 ming deganlar uchun men hurmatlarim oshdi. Ya'ni hammaga to'g'ri keladigan narx bu. Hozirgi kunda hech kim pul sarflab olmasa, o'sha narsani qadriga yetmaydi. Shuning uchun hamma narsani o'ziga yarasha mehnati va narxi bo'lishi kerak deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri bitta fikr. Savol bering. Gulzaxinning kitoblari 35 ming bo'lsa ham, 30 ming so'm bo'lsa ham, opajon, u kitob qachonda yozilgan? Qachon kitob o'sha kitobda lekin siz gapirayotgan gaplaringizni asosi o'sha narsa hozir ham emas. Sizga bitta savol bersam-da, men bu kitobingizni o'qimadim, lekin o'qimoqchiman. O'sha savolda siz aytdingizki, o'sha magnit ayol turmush o'rtog'ini qanaqa qilib hurmat qilish? Albatta.
hurmat qozonish degan mavzuni ko'taribsiz. Albatta, shu mavzu. Lekin o'sha kitobingiz ichida ayol jamiyatda ham o'zini o'rnini qanaqa tutish kerak, muomala madaniyati, o'ziga bo'lgan tanqidni to'g'ri qabul qilish degan tushunchalar ham bormi yoki faqat oilaviymi? Bor. Agar shu tushuncha bo'lganida menimcha hozir hamma bilan hurmat bilan gaplashgan bo'lardi. Vaziyatdan kelib chiqib javob beraman. Demak, savollar shu qadar qo'pollik bilan berildiki, majbur bo'ldim qo'pollik bilan javob berishga. O'xshamayapti-da o'sha. O'xshamayapti. Yumshoqlik bilan savol berganinglarda sizlar xohlagan maskadagi keraksiz javoblarni jimjimador qilib aytib bergan bo'lar edim. Azizlarim, hozir bu yerda tortishda hech qanday foyda yo'q, lekin psixologiya qadimda yo'q degan narsa yo'q. Qadimda psixologiya bo'lgan, bu bizani ma'naviyatimiz bo'lgan. Ma'naviy jihatidan inson o'sgan, rivojlangan. Ma'naviy o'sish bu nima degani? O'zingizni odob axloqingiz va sizni tutishingiz holatingiz hisoblanadi. Bu ma'naviy jihatdan o'sish bo'ladi. Ma'naviy jihatdan o'sgan insonlar, yuksaklikka ko'tarilgan insonlar, kamolotga erishgan insonlar hisoblangan va ular avliyolar bo'lgan. Qarang, bitta savolim borda, o'sha shoh asarlarni ham nimadandir ilhomlanib, ta'sirida bir ruhlanib, havas qilib yozishganda, siz mana shu asarlaringizni yozishda qaysidir bir adabiyotlarga murojaat qilganmisiz yoki mana shu adabiyotlarni o'qiganingizdan keyin bunaqa xulosaga kelganmisiz? Aytmoqchimanki, qanaqa adabiyotlarni o'qigansiz? Aynan psixologiya bo'yicha qaysi ijodkorlarning ijodiga murojaat qilgansiz? Rahmat. Endi bu savol noo'rinligini aytib o'tmoqchiman. Sababi men bolaligimni o'zida bilasizmi? Qarang, bolaligim ustozlaringiz kim deyilmoqchi? Ustozlar kim? Kitob o'qib chiqqan insonman. Psixologiya sohasida mana shu qanaqa kitob chiqqan bo'lsa hammasini o'qib masalan hammasini o'qib chiq. Hozir yana bir videoga e'tiboringlarni qaratmoqchiman. Keyingi, demak, studiyamiz mehmonni undan keyin taklif qilamiz. Marhamat, e'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. Studiyamizga yana bir ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'pchilik tanigan psixolog Kamola Abdulinani taklif qilamiz. Marhamat. Ijtimoiy tarmoqda obunachilaringiz qancha? 58 mingtadan ko'proq. 58 mingtadan ko'proq. Sizda ham turli xil kurslar bor. Meni asosiy faoliyatim numerologiya. Insonni tug'ilgan sanasi bilan shu orqali analiz qilish. Hozir siz ko'rsatgan mana bu abriyat rituallar bu aslida Instagramni targ'iboti uchun. Chunki yaxshi prosmotr yig'iladi, like va shu orqali obunachilar keladi. Va har bir obunachi bu potensialniy klient, mijoz. Shu uchun mana shunaqa. Demak, sizda asosan numerologiya o'sha tug'ilgan sanasi, tug'ilgan yili yoki umumiy raqamlarni hisoblab, uni hayotdagi missiyasi yoki bo'lmasa nimalarga erishishi, xarakteri, jamiyatdagi o'rni haqida gapirishingiz mumkin. Bu kabi videolarni ko'rgandim. Bundan tashqari siz, demak, o'z maqsadiga erishish uchun turli o'sha usullarni ham o'rgatasiz. Hozir videoda ko'rganimiz kabi. Ya'ni oyoq kiyim ostiga tuz sepish, undan tashqari yana qanday? Bunaqa texnikalar Telegram kanalimda ko'proq, shu uchun вообще tuz, umuman olganda tuz ezoterika bo'yicha qaraydigan bo'lsak, negativdan tozalaydigan vosita hisoblanadi. Shu uchun ham ko'pincha agar psixologlarda qanaqadir kurslar sotib olib o'qiydigan bo'lsak, birinchi uyingizni tuzli uborka qilish, tuz bilan yig'ishtirish, artib chiqish va tuzli vanna qabul qilishdan boshlashadi. Texnikalar yaxshi ishlashi uchun. Men sizga savol beraman, qisqa yo'llarini, maslahatlar bera olasizmi hozir? Deylik, uyga daromad kelishi uchun nima qilish kerak? Ikki so'z bilan, ikki og'iz maslahat. Birinchi o'rinda pul potensialingizni o'rganishingiz kerak. Chunki bitta texnika bajarganingiz bilan sehrli tarzda hech narsa bo'lib qolmaydi. Biror bir texnikani o'rgatsangiz, pul uyga kelishi kerak. Anchadan beri demak baraka qochgan. Qanday texnika o'rgatasiz? Bunaqa texnikalar ko'p. Masalan, bittasini ayting hozir. Hozir aytishim mumkin, kulishinglar mumkin prosta. Bizda pul chaqirish bo'yicha texnika bor ekan, videosi.
mumkin bo'lsa o'shani ko'ramiz. Undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Bugun sizlarga juda oddiy va juda yaxshi ishlaydigan pul ritualini ko'rsatmoqchiman. Demak, bizga shakar kerak bo'ladi, idish va lavr listi. Lavroviy listga siz o'zingizga kerakli summani yozasiz, masalan 900 ming so'm. Keyin lavroviy listni ustiga biroz shakar sepasiz va gapirasiz. Shakar oq, shakar shirin, meni farovonlikka yetkaz. Idish podokонникda bir kecha tursin. Undan so'ng lavr bargini koshelogingizga solib saqlab yurasiz. 900 ming dedingiz, o'zi u yerda 90 ming yozilgan edi. Bu o'zim video qilib snimat qilmaganman. Bu tayyor video, rossiyskiy ezoteriklardan 90 ming rubl endi katta pul hisoblanadi. Biz uchun bu kichkina summa bo'lgani uchun gapirishda 900 ming degan. Tushunarli. Mana shu abriyatni o'zbekchasi qanaqa? Abriyat dedingiz-a? Deylik, texnika. Shu texnikalarni Rossiyadan o'rganasizmi yoki O'zbekistondagi Конечно, o'zim ta'lim yo'nalishlarida ham bormi demoqchiman. Universitetda ham o'rgatishadimi? Yo'q, bu narsa O'zbekiston qanaqadir universitetlarda o'rgatilmaydi. Bu qadimdan mavjud bo'lgan ezoterik texnikalar hisoblanadi. Masalan, lavr bargi har qanaqa tabiat nima deydi? Tabiat o'zi yaratgan narsalarda ham pul chaqiruvchi energiyalar bor deb hisoblaniladi va ishoniladi. Masalan, bu lavr bargi, kedr daraxtini nimalari. Xullas, bu siz hozir ko'proq fokusni meni asosiy faoliyatim bo'lmagan texnikalarga qaratyapsiz. Asosiy faoliyatingizga ham qaytaramiz. Shunchaki hozir bilasizmi, agar men bu savolni bermasam, tomoshabinlar mendan xafa bo'lishi mumkin. Demak, lavroviy listni olamiz. Ustiga xohlagan summamizni yozamiz va pul kel deb turib ustidan shakar sepamiz. Shunda va koshelogingizga solasiz. Men bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Xo'p, katta rahmat. Bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Buni bilasizlar, psixologlar ko'proq tushunadi. Har bitta narsa ong ostimizga kiradi. Bu niyatimiz. Har bitta niyat moddiylashadi. O'sha yaxshi niyat qilsangiz, aytadi-yu eskilarda ham, yaxshi niyat yortin mol deydi. Har bitta niyatimiz yaxshimi, yomonmi ijobat bo'ladi. O'shaning uchun yaxshi niyat qilsangiz, albatta bunaqa lavroviy list ham shart emas. Shuni o'zimiz yaxshi niyat qilsangiz, axir bir kun u moddiylashadi va o'zini nimasini ko'rsatadi. Lekin shunaqa deganingiz bilan ba'zilarda shu ishonch ichida yo'q. Aynan lavroviy list bu bitta instrument, bitta sabab bo'ladi xolos. Ishonch kulgili emasmi o'rtoqlar? Lavroviy listga 90 ming yozib, ustidan shakar sepib pul kel deyishimiz bu shu joydaman. Ruhan sog'lom odamning harakatiga o'xshamayapti-ku. Shu yerda Amirxon bitta fikr bildirmoqchiman. Balki aqlim yetmayotgandirman, yosh bolalik qilayotgandirman, tushunarli. Negativlar ham bo'ladi-ku siz shu videolarda. Negativ juda ham ko'p. Ularga nima munosabat bildirasiz? Hech qanaqa munosabat bildirmayman, chunki kerakli odam qabul qiladi, keraksiz odam o'zini negativini yozadi. Shu joyda faoliyatingizga e'tibor qaratsak endi, asosiy faoliyatingiz nimalardan iborat? Sizning mijozlaringiz deymizmi, o'sha potensialniy klient dedingiz, demak, potensial mijozlaringizni nima bilan xursand qilasiz? Ular sizdan nima olishadi, nimani o'rganishadi? O'zimning faoliyatim bo'yicha faqatgina insonni tug'ilgan sanasi bo'yicha hisob-kitob qilaman. Uni xarakteri, energiyasi, qiziqishlari, shaxsiy hayoti, jinsiy hayoti, pul yo'li, qo'l jismoniy sog'lig'i, agressiya, xullas ko'p narsa chiqib keladi bu orqali. Shu narsalarni tahlil qilib konsultatsiya beraman. Tushunarli. Sizni demak ta'limotingiz bo'yicha, bilimingiz bo'yicha 21-sanada tug'ilganlar bu 3-raqamli shaxslik bilan birga qo'shamiz. Ular demak qaysidir ma'noda sardor bo'ladi, ular demak jamoani boshqarishni biladi, u yoq edi, bu yoq edi. Deylik, men 21-yanvar tug'ilganman. 21-yanvar tug'ilgan boshqa bir do'stim bor. Umuman betayin, umuman ish qilmaydi, jamoat tugur, oilada o'zini boshqarishni ham bilmaydi. Bu degani ikkita 21-yanvarda tug'ilgan inson bir xil bo'ladi degani emas. Masalan, egizaklar ham bir kunda bir vaqtda tug'iladi va ular bir xil bo'lmaydi. Lekin mana shu salohiyat, ya'ni potensial insonga beriladi. Uni qay darajada rivojlantirish faqat insonning o'ziga bog'liq. Masalan, bir xil sanada tug'ilib, bittasi millioner, bittasi bomj bo'lib yurishi ham mumkin. Lekin
mana shu analizda insonga tabiat tarafdan berilgan barcha qobiliyat, talant, salohiyatlar aytib o'tiladi. Ba'zida shunaqa bo'ladiki, bolalikdan insonni o'sha matritsasini ota-ona ham sindirib qo'yishi mumkin. Masalan, xarakteri kuchli bolani jim o'tir, qilma, mana bunaqa qil deyurib, slabiy xarakterli insonga ham aylantirib qo'yishi mumkin. Shunaqa joyi ham bor. Masalan, ba'zida chiqadi, bu darajada kuchli emas xarakterim deyishadi. Ya'ni mijozlaringizga nima bilan yordam berasiz ko'proq? Meni beradigan konsultatsiyalarimni eng yaxshi ko'radiganlari bu pul kanali. Ya'ni insonga nima orqali pul keladi? Pulli kasblari, uni pul yo'lini nima blok qiladi? Asosiy mana shu narsalar, bular hammasi uni tug'ilgan sanasi bo'yicha ko'riladi va konsultatsiya beriladi. Undan tashqari prognostika bor. Keladigan yillaringiz qanaqa energiyada keladi, yil sizga qanaqa imkoniyatlar berishi mumkin, nima qilish kerak, nima qilish mumkin emas. Hozir yil oxirlayotganligi sababli aynan mana shu konsultatsiyaga talab ko'proq. Qarang, rahmat. Mana shu numerologiya bo'yicha, demak, numerologiya gaplashdik va universitetdagi ustoz, murabbiy psixologiyada bu yo'qligini qaysidir ma'noda ta'kidlab o'tdingiz. To'g'rimi yo noto'g'ri? Marhamat. Endi bularni hozir aytayotgan gaplari haqiqatan numerologiya fani bu qadimdan O'rta Osiyo xalqlarida emas, Yevropa xalqlarida juda yaxshi rivojlangan. Lekin mana shu numerologiya fanini bitta pardasini tushirib olish uchun yoki o'zini yuqori ko'rsatish uchun albatta psixologlarning kiyimiga o'ralashadi. Buni to'g'ri tushuning, birinchisi. Men o'zim hech qachon psixolog deb e'lon qilmaganman. Kimdir menga psixologsiz yordam bering deganda darrov aytaman, men psixolog emasman. Numerologsiz, to'g'rimi? Ozgina boshqacha yo'nalish. Yaxshi, endi qarab turing endi. Mana siz boyaga chiroyli gapiringiz pul psixologiyasi bo'yicha-da. Aytingchi, agar pul psixologiyasini yaxshi bilsangiz, o'qigan bo'lsangiz, bizachalik o'qigan bo'lsangiz, oliy ta'lim tizimida o'qisangiz, qaysi pulni chaqiradi-yu, pulni qanday taqlash kerak psixologiyada? Qaysi pul chaqiradi? Har qanaqa pul, даже yerda yotgan kichkina pulni ham biz mensimasdan o'tib ketmasligimiz kerak, chunki har qanaqa pul bu pul. Shunchaki yerda yotgan pul bu adashib qolgan yetimchasi hisoblanadi. Shuning uchun har qanaqa pulni biz pul deb hisoblaymiz. Sizga savolim bor edi. Shu pul kelish texnikasidan o'zingiz ham foydalanasizmi? Ya'ni o'sha lavroviy listga yozib, pulke deb shu texnikani necha marotaba qilasiz hayotingiz davomida? Qilgansiz yoki? Bir marta qilganman. 5 million yozganman, bir haftani ichida kelgan shu. Marhamat, bitta shu savolingiz. Numerolog boshqa, hozir ko'rsatgan lavroviy listga qilgan ish boshqa. Masalan, Pifagoran faylasuf, matematik borliq raqamlardan iborat degan. Balkim biz tushunmasmiz uni. Lekin men bir o'qidim, Afg'onistonlik Siddiq kimdir, otlari kimdir? O'shalar shu raqamlar bilan shug'ullanar ekanlar. Lekin ular faqat o'sha fan, ilm yo'lida, o'sha kerakli bo'lgan narsalarni isbot qilib, ilmiy asoslanib qilar ekanlar. Sizni bu numerolog bo'lib ishlashingizga biz qarshi emasmiz, lekin men bu hozirgi bu ko'rsatgan shakar sepish, tuz sepib qo'yishlaringiz sal bizaga bir erish tuyulyapti. Eng ko'p negativ yig'adigan videolar ham shu, lekin baribir foydalanaman, chunki bu meni Instagramimni bepul targ'iboti hisoblanadi. Shuncha anaqa mutaxassis o'tiribdi-da. Sizdan bitta iltimosda, qizim, bitta iltimos. Hozir Amirxonga ikkita uchta savol bering. O'zlarini yaxshi ko'rgan nomerlarni aytadilarmi yoki yomon ko'rgan nomerni aytadilarmi? Qani shu kishi haqida psixologiyasiga yaxshi ko'rgan nomer yoki yomon ko'rgan nomer bo'yicha bo'lmaydi. Ha, lekin bular aytgan nomer bo'yicha emas, faqat tug'ilgan sanalar bo'yicha, chunki faoliyatim shu. Tushunali, 21-yanvar. 21-yanvar. Bu uchun menga onlayn kalkulyator kerak bo'ladi, chunki shunchaki sizni raqamingiz orqali emas, uni orqasidan boshqa raqamlar ham chiqib keladi. Agar internet ishlasa. Shu joyda orada men aytib o'tmoqchiman, ezoterika bu psixologiya emas. Ezoterika fanda ilmiy asoslangan psixologik fan ham emas, hattoki ezoterika hozirgi kunda umuman asoslanmagan, lekin dunyoda juda ham keng tarqalgan yo'nalish. Bularni kitoblarida men oldin eshitmagan ekanman, hozir ko'rib chiqdim. Ma'buda ayol va boshqa ezoterikani domla siz aytganingizdek biz ham kasbimiz nuqtai nazaridan nima ekan deb ko'rib tahlil qilamiz. Aynan o'sha kitobda ham ezoterik texnikalar qo'llanilgan, lekin ezoterika umuman ilmiy asoslangan psixologiya. Tushunali, katta rahmat. 21-yanvar 21:01 1995. Qarang, sizda
bir raqamingiz, bir raqam bu xarakterni bildiradi, 4 ta biringiz bor ekan, bu lider xarakteri hisoblanadi. Ortingizdan insonlarni ergashtira olasiz va liderligingizni bir roliga isbotlashga katta kuch ham ishlatmaysiz, chunki o'zingizning ichingizda ishonch bor, shunchaki liderligingiz bo'yicha. Energiyangiz ko'p. Energiya, ya'ni sizni ertalabdan kechgacha dam olmasdan ishlashingizga yordam beradi mana shu energiya. Faqat buni normada ushlash uchun baribir aktivnost, ya'ni faollik kerak sizga, sport bilan shug'ullanib turishingiz kerak. Masalan, qanaqadir bir professional birorta sport bilan ham shug'ullanishingiz mumkin edi bu energiya bilan. 9 raqamingiz bor. Xotirangiz yaxshi, xotirangiz kuchli va ozgina kimdir sizni xafa qilsa, ancha vaqtgacha eslab yurish shunaqa sifatingiz ham bor. Oilaparvarlikka keladigan bo'lsak, oilaparvar insonsiz, juda ham oila siz uchun birinchi o'rinda. Ba'zilar bo'ladi, oila sektori juda slabay bo'ladi, ya'ni ular uchun ish, o'rtoqlar birinchi o'rinda bo'ladi, lekin siz uchun oila birinchi o'rinda. Keyin undan tashqari sektor bit pulga to'g'ri munosabatdasiz, pul yig'ishni ham, pul sarflashni ham bilasiz, qanaqadir imkoniyatlar hayotingizga kirib kelsa, undan to'g'ri foydalanishni ham bilasiz. Shali minus tomonlarini ayting endi. Bu gaplar hammaga yoqadigan gaplar. Yoqadigan gaplar, shuni aytmoqchi edim. Bu yerda faqat potensialingiz chiqadi deb. Tak. Siz shunaqa o'qib berasizmi kelgan odamga? Buni raqamlar juda ham ko'p, bu hammasini yoddan saqlab qola olmayman. Nega 9 ta raqam bo'yicha faqat gapiriladi sizlarda? Yo'q, hozir buni davomi juda ham ko'p. Agar polniy analiz oladigan bo'lsangiz, 1,5 soatga cho'ziladi. Bo'linadi, ko'paytiriladi. Tushunarli. Xo'p, kimdirlar xursand bo'lishi uchun minus tomonlarni aytib. Minus tarafingiz 8 bor, lekin bittagina. Bu degani sevadigan, yaxshi ko'radigan insonlaringiz bor, lekin juda ham tez ularni o'zingizga qabul qilmaysiz, ozgina nima qilasiz. Keyin ba'zida paydo bo'lib qoladi infantilnost, ya'ni o'zingiz bo'yningizdagi mas'uliyatni kimgadir yuklashingiz mumkin, lekin bu narsa kuchli emas, chunki agar 8 umuman yo'q bo'lganda kuchli shunaqa infantilni odam hisoblanarsiz. Sizda bitta bo'lsa ham bor. Shu uchun buni ham negativ taraf deb qara olmaymiz. Masalan, agar birlaringiz ko'p bo'lganda ham 4 ta emas, уже 5 ta yoki 6 ta bo'lganda siz уже uy zolimi, tiran desak bo'lar edi. Bunaqa ham emassiz, ya'ni slabый xarakterli ham emas, zolim ham emassiz. Zolotaya середина deydi, ya'ni mana shunaqa narsa. Tushunarli. Yana bir psixologni studiyamizga taklif qilishimiz kerak. Bepul konsultatsiya uchun sizga alohida rahmat. Muslima Ermuhammedova neyrografiya va metafizika mutaxassisini studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Muslima Ermuhammedova, yoshim 27 da. O'zbekistonda ilk metafizika bo'yicha mutaxassisman, o'zbek tilida faoliyat olib boradigan. Metafizika nimaligini umuman tushunmaganlarga tushuntirib o'tsangiz. Metafizika O'zbekistonda yangilik. Bu inson tug'ilgan sanasi orqali uni potensialini aniqlash, ya'ni bu Xitoy metafizikasi va xalq tilida Xitoy astrologiyasi deb yuritiladi. Numerologiya bilan nima farqi bor? Numerologiyada bularda son bilan aniqlanadi, bizada elementlar bilan. Ya'ni bizada Xitoy metafizikasida 5 ta element bor. Va aynan shu 5 ta element orqali inson xarakteri analiz qilinadi. Bu metod O'zbekistonga kerakmi? O'zbekistonga kerak. Nima uchun? Metafizika fizikadan oldin degan ma'noni anglatadi va birinchi bo'lib Yunonistonda Aflotun, Suqrot, Arastular shug'ullangan. Xitoy emas. Yo'q, to'g'ri. Mana metafizikachi hamma oldingi imperiyalarda bo'lgan. Ya'ni Yunon metafizikasi, Xitoy, Hindiston metafizikasi hammasida bor. Aha, marhamat. Galileo Galiley astronomiya fanini rivojlantirish uchun astrologiya fanini o'ylab topadi-da. Astrologiyani nima deb o'ylab topadi? Endi astronomiyani rivojlantirish uchun katta pul kerak. O'sha pulni qayerdan olamiz deydi-da. Uni boylardan olamiz deydi. Boylardan qanaqa qilib olamiz deydi-da. Boylarni birinchi kuzatadi. Ana u deydi, yaxshi gapga o'ch deydi. Mana bu ayol bilan urushib qolgan deydi. Keyin astrologiya bilan, ya'ni sani burjing deydi, o'nga qanaqa qilibdi, nujumlar ilmi chapga qanaqa qilibdi deydi-da, boylardan pul oladi. Va shunda aytadi. Astronomiyani rivojlantirish uchun deydi, men astrologiyani kashilok sifatida o'ylab topdim deb yozib ketadi. U narsalar hammasi shirk, bu narsalarning hammasi Allohga qarshi ilmlar hisoblanadi. Hozirda mana bitta savolim bor edi-da, aynan sizga. Bularga javob berib olay oldin, maylimi?
kechirasiz. Savol bermadilar-da. Men o'z munosabatimni bildirishga haqqim bor-ku, to'g'ri. Metafizika bilan shug'ullanayotganimga уже 3-4 yil bo'lyapti. Bu yo'nalishda odam birinchi navbatda menga kelgan klient bu shirk emasmi deb savol beradi. Bu qanaqa qilib shirk bo'lishi mumkin? Biz xudo emasmiz. Biz taqdir yaratmaymiz. Men hamma klientimga shunaqa aytaman. Biz faqat mutaxassislar. Biz o'sha kartani o'qiymiz faqat. Xo'p. Qarang, biz просто так u narsani o'qimaymiz. Biz u narsaga o'qiganmiz. Men o'zim 1 yil davomida metafizika yo'nalishida o'qiganman. O'zbekistonda ham bitta mutaxassisimiz bor, rus tilida faoliyat olib boradilar faqat. Asosiy ustozlarim bu rossiyaliklar va Rossiyada ham metafizika universiteti bor. Maylimi ruxsat berasizmi? Bitta savol. 1 minut sabr qilib turinglar. O'zbekistonda qayerda o'qigansiz? O'zbekistonda qayerda bitirgansiz? Ustozim. Qaysi universitet? Universitetmi? Birinchi yo'nalishim bo'yicha Inha universitetini bitirganman, programmirование yo'nalishini, lekin bu soha bo'yicha hozirda ham ishlayapman, lekin unchalik chuqur emas. Menga shu soha ko'proq yoqadi. Amirxon, shunaqa narsa bor-da, numerologiya bu juda ham rivojlangan, hatto tan olingan mashhur korporatsiyalarni ham aynan xodimlarni qabul qilishda numerologiyadan foydalanar ekan-da chet elda. Endi bu narsa bizga ham kirib kelar, balki bizda ham xuddi shunaqa kadrlar tanlashda shu nima bo'limga ham e'tibor berishar. Xo'sh, endi sizniki, mana shu qiznikini men tushunmadim, o'sha fizik bir narsa jamiyatga qanaqa siz nima o'sha kadrlar bo'limidagilar sizni chaqirib, "Mana kartani ochib bering" deydimi, nima deydi? Mana qarang, bizda analiz qilayotganimizda 5 ta elementdan qarab analiz qilamiz va har bitta odamning o'zining shaxsiy elementi bor. Bundan tashqari odamning kartasida yana qo'shimcha 7 ta element, ya'ni umumiy 8 ta element bor. Karta nimadan tashkil topadi? Karta debsiz. Nima u karta? Rasm. Mana yo'nalishi. Karta. Ko'p bo'ladi, faqat u yerda turli xil tushunarsiz rasmlar bo'ladi. Bu opa tushunadi o'shani, tushunasiz? Qarang, kimyo. Faqat bular tushunadilar. Mani kartam boshqasi ham bo'lishi mumkinmi yo faqat mani kartam bitta dona bo'ladimi? Sizni kartangiz bitta bo'ladi. Metafizik kartangiz bitta, lekin bular aytayotgan anaqa masalan taro kartalari emas bu. Bu aniq hierogliflar asosida, Xitoy hierogliflari asosida ranglardan iborat bo'lgan karta hisoblanadi. Demak, sizni oldingizga mijozlar kelishadi. Qaysi yo'nalishlarda ularga yordam berasiz? Asosiy yo'nalishim ko'proq детский kartalar bilan ishlayman. Ya'ni bolalar, ya'ni ota-onalar murojaat qilishadi. Nima uchun? Juda ham ko'p natija aynan sog'liq masalasida ham bo'ladi. Masalan, yaqinda bitta klientim bo'ldi, bu meni faxrim. Ularga aytdim, işte keyingi yil ularda sog'liq bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Biz hech qachon aytmaymiz, keyingi yil problemam bo'ladi deb. Shu narsaga mumkin. Ahamiyat bersang, ahamiyat berasan. Ahamiyat bermasang, bu o'zingning probleming. Ahamiyat berdi o'sha opamiz. Haqiqatda doktorga bordilar, ginekologik problema bor. Onkologik problema bor. Siz oldingizga birorta abituriyent kelib, bu yil institutga kiramanmi, kirmaymanmi desa? Yo'q, biza bu narsa. Men prosta aytishim mumkin. Erga tegamanmi, yo'qmi deb savol bersa? Bu yil erga tegaman. Bu savolga biz ha yoki yo'q deb javob bermaymiz. Biz prosta aytamiz, bu yil senda bu aspektda движение bor, harakat bor. Bu yilda sen ko'proq o'qishga ahamiyat ber. Bu yil uy olamanmi, yo'qmi desa, demak javob bera olasiz. Yo'q, bu aynan yoki ha yoki yo'q demaysiz. Agar men bunaqa harakat qilsang, bunaqa bo'ladi. Bunaqa qilsang, men bunaqa qilasan, men bunaqa qilsang, xullas kelam, yo'l xaritasini ko'rsatib olasiz. Imkon qadar tuzib berishga harakat qilamiz. Bilasiz, folbinlar ham shunaqa qiladi. Yo'q, folbinlar. Ular ham karta ochadi, ular ham demak qaysidir ma'noda yo'l ko'rsatadi. Ular ham ha yoki yo'q deb javob bermaydi. Nima deb o'ylaysiz bunga? Folbin bilan farqimiz, bizda aniq sertifikat bor, biz o'qiganmiz. Folbinda yo'q, to'g'rimi? Folbinda yo'q. O'qigan folbin. Qarang, yana bitta narsa meni sertifikatli folbin. Shunaqa. Siz aytyapsizki, ong ostimizga fizikani umuman aloqasi yo'q, lekin hozir kechirasiz, kvantoviy psixologiyalar chiqib ketyapti. Boshqa, bunga qanaqa qaraysiz? Endi konkretno fizika bilan ishlashadi. Nimalar? Endi baribir biz o'zimiz ongimiz yetmaydigan narsalar bor-ku, masalan, dinda ham aqlga sig'maydigan narsalar bor, lekin biz bu narsaga ishonamiz-ku, to'g'rimi? Ishonamiz. Bo'timini siz hozir hammaga aytasiz, shu ong ostimizga fizikani farqi yo'q deyapsiz. Yo'q, men ozgina yordam berib yuborsam, maylimi, ruhiyat, koinot qonunlari sal boshqacharoq. To'g'ri aytyapti bu qizimiz. Kimni yomon ko'rsangiz, nimadir oldingizga chiqib kelaveradi, o'sha narsa. Ruhiyat qonuni bu. Kimgadir juda ham qattiq yopishib olsangiz, o'shani olib qo'yadi. Bu fizik qonun emasdi. Tushunasizmi? Nimadir ko'proq o'ylab yursam, o'sha menga yaqinlashadi deb o'ylaysiz, yo'q, nabarodini olib qo'yar ekan. Bu ruhiyat qonuni. Qarang, sizdan kutmagan edim mana shu gapni. Nimaga bilasizmi? Chunki siz ham psixologsiz-ku, menimcha shu zamonaviy psixologiya bilan shug'ullanasiz. Klassik emas. Hozirgi zamonaviy psixologiyada kvantoviy psixologiya degan tushuncha
katta bo'lib kirib kelyapti-da. Realni butun dunyo psixologiyasida o'sha joyda imенно mana shu fizika qonunlaridan juda ham keng foydalanishyapti. Xo'p, ozgina bitta narsa aytsam bo'ldi. Siz aytyapsizki, buni aloqasi yo'q deyapsiz. Demak, siz rivojlanishda davom eting, ozgina o'zingiz ustida ishlang. Boshqacha. Maylimi, ozgina tushuncha beraman. Ko'ziga ko'rindi, qulog'iga eshitildi, yuragim sezdi, mana shunaqa bo'layotgani, mana bunaqa qora odam, burni kattaroq, yurishi tezroq, bularni hammasi men psixiatrman. Men psixiatrman. Gallyutsinatsiya deyiladi. Psixoz deyiladi. Ya'ni psixozga uchragan odamlarning ko'pchiligi folbinlikka o'tib ketadi. Chunki o'sha joyda u kimlargadir aytib berishi bilan kun ko'rishni boshlaydi. Affekt holati. Kimgadir aytib berishi bilan kun ko'rishni boshlaydi, ki uydagilar tinchib qoladi. Uydagilar jim bo'lib qoladi. Nimaga? U uje boyagi atakalar qilmayapti-da, o'zi bilan o'zi bo'lib ketdi. Shuning uchun bu psixiatriyada ozgina kattaroq muammo hisoblanadi. Va gallyutsinatsiyasi bor odamlarni parapsixologlar dunyoni bir marta sani energiyang aylanib ketsin, keyin mana shunaqa 6-kanalingizni ochamiz degan narsalar hali ochilmagan, yopiq turgan, remissiyada turgan psixiatrik kasalliklarni rivojlantirib yuboradi. Bizda nima demoqchimiz, qaranglarda, mana Amirxon bizni o'zi mana dengizda deymizmi, okean deylik, bir ummondagi bir kemaga mayoq kerakda, bekorga o'rnatib qo'ymaganda, bir uni o'sha yo'l boshlash boshqa. Odamning ruhiyati ham xuddi shunaqa deb bemalol ayta olamiz-da. Unga ham ozgincha turtki kerak. Ozgincha bir nima deydi, umid kerak deymizmi? Da motivatsiya kerak-da endi umumiy olib qaragan. Lekin bu fanni biz qoralamoqchi emasmiz. Hozir gap nimada? Sifatsiz narsalar bilan odamlarni oziqlantiryapmiz. Ularning ruhiyatini oziqlantiryapmiz. Hozir bu 1-2 yil ichida sezilmas, lekin 50 yildan keyin, 20 yildan keyin o'zini bir yomon natijasini berishi mumkin. Biz nimani talab qilyapmiz? O'sha sifatli narsalar bilan oziqlantiraylik. Sifatli narsa bilan oziqlantirish uchun albatta bizga bilim kerak bo'ladi. Men qaysi kitobda o'qidim, o'zi bilmayman degan narsa bo'lmaydi-da. Biz shu narsani so'rayapmiz. Tushunarli, katta rahmat. Bugungi mavzuni o'zi aslida soatlab muhokama qilishimiz mumkin va biz ham kimnidir ishontirish yoki kimnidir ishonmaslik bo'yicha yoqasidan ushlamoqchi emasmiz. Hammaning o'zini ongi bor, lekin psixologiya bo'yicha biz millat nuqtai nazaridan qayergadir o'tlab, gullab ketayotganligimizni menimcha ko'pchilik tushundi. Bejizga bugungi mavzuni anomal psixologiya deb nomlamadik. Tinglayotgan insoningizni eshitib, uni biroz demak tahlil qilib, nima deyotganini o'ylab mushohada qilishga chaqirmoqchimiz xolos. Va ilmiy asoslangan, tasdiqlangan va fanda bor bir ma'lumotlarni eshitishingiz kerak. Qayerdandir tuz yoki shakar bilan bog'lab yoki qaysidir karta orqali taqdiringizni ko'rishingiz mutlaqo noto'g'ri ekanligini menimcha o'zingiz uchun xulosa chiqaring. Balki men adashayotgandirman, lekin shunisi aniqki, hammani o'zini aqli, hammani o'zini ongi bor. Har qaysi muammo ham qisqa vaqt ichida hal bo'ladi. Ana shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz, o'zingizni ehtiyot qiling.